Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, do'stlar, bizga o'xshagan mana taksichilar, ko'pchilik akalarni iltimosini inobatga olgan holatda mana biz ham o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz. Mana Uklondamiz bugun 15-dekabr 2025. Xo'p, hammalarni fikringlarga men ham bilaman, za bo'lgan holatda mana o'zlar aslida mana Yandex mana bor, mana Yandex bor. Unib qolyapti. Xullas, mana bugun ishga chiqmadik, mana liniyada emasmiz. Bugun mana Uklondamiz. Menga qarab turing mana. Xo'p, biz bir kun boykot qilsak bo'lmaydi akalar. Iloji bo'lsa 3 kun, 4 kun, 5 kun bir haftalab boykot qilish kerak. Bu degan Yandexsiz o'lib qolaman, kreditim to'la olmayman. Kredit masalan menda ham bor, yo'q emas. O'shaning uchun mashinam tem bo'lar endida. Xohlasanglar men bir haftalab ham boykotlarga qo'shilaman. Bir kunlik boykot hech narsa emas u. Men fikrim o'zimni, yana kim qanaqa. Mana bugun Uklonda ishlab ko'ramiz. Xudo xolasa rezultatlar bilan sizlar bilan bo'lishamiz. Soatimiz 13:06 ni ko'rsatyapti. Akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, ular berishdi. Demoqchimanki, mayli Yandexdaqa bir 500 ming, 600 ming topa olmasmiz. Boring 400 ming toparmiz, yetadi. Har holda arenda boshqa nimadan toplanib. Hamma Yandexga ishlayotganlardan iltimos qilgan bo'lardi. Mana vaqtinchalik Uklondan bir boshqa agregatorlarni ishlab turishga hammangizga rahmat. Agar yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like, podpishka uchun bir podpiska qilib qo'yasizlar. Degan bilan hammangizga rahmat.